Mana birodarlar, Sha'bon oyini oxirlarida turibmiz. Endi duo qilaylik, Alloh taolo mana shu 30 kun ro'zani tutib, taravini masjidlarda o'qishlikka Alloh o'zi bir muvaffaq qilgan bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz Ramazon fazilati haqida. Tabiiyki, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin ro'za bo'ladigan bo'lsa, siz bilan bizga mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib, bu oyning fazilati haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Alloh taoloning rahmati va marhamati mu'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi. Kim mana shu oyning xayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum odam ekan. Chunki Alloh biladi birodarlar, keyingi Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Toat, mag'firat oyi, nur, hidoyat oyi, Qur'on tilovati bo'lgan, barakot bo'lgan oy birodarlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar. Mana shu oyda butun olamlarga rahmat bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu oy kirganda sahobalarga bir bashorat qilib aytgan bir qancha hadislarni o'qiymiz. Bu oyning fazilati, bu oyda qilingan amallarning bir boshqa oydagi amallardan farqi bir qator eslab qo'yamiz. Chunki bu narsalarni doim biz eshitamiz har Ramazonda. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, eslatma bering, zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Sizni ilm ahli ekanligingizni belgisi bor. Ya'ni siz ilm ahlidanmisiz, tolibi ilmmisiz? Belgisi shuki, 1000 marta eshitgan masalangizni 1001-marta eshitayotganingizda ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek tinglab diqqat qilib o'tirgan bo'lsangiz, demak siz ilm ahlidansiz. Bu hadislarni eshitganmiz, bu hadislarni oyatlarni bilamiz. Bilasizlar. Lekin hozirgi aytayotgan oyatga muvofiq eslatma berish kimlarga foyda qilar ekan? Mu'minlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Qad ja'akum shahru Ramazon, shahrun muborak. Tahqiq ustingizga Ramazon oyi keldi. Muborak oy. Iftaradallohu alaykum siyamahu. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. Yuftahu fihi abwabul janna va yughlaqu fihi abwabul jahim. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari berkiladi. Va tughallu fihi shayatin. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor, Qadr kechasi. Man hurima khayraha faqad hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'libdi. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik ikkita narsaga bog'liq. O'lchov va tushuncha. Qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi. Qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz. Qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz. Agar nima qilayotganligingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi, xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek. Demak, qilayotgan ishimiz haqida nima qilaylik? Qo'limizdagi telefonga zaryadka kerak. Kim bir marta, kim 2 marta zaryadka qiladi. Shu zaryadkasi tugab qolsa telefon o'chib qoladi. Siz bilan biz birodarlar, namozimiz bir kundagi 5 marta qilinadigan zaryadka. Dunyo bilan bo'lib, qalbimiz dunyoga berilib, siqilib, bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak, bir iymonimiz quvvat oladida zaryadka olib qolamiz. Haftalik zaryadka bor. Bu juma namozi. Oyat, hadis, qissalar. Endi yillik bo'ladigan zaryadka bor. Bu nima? Ramazon ro'zasi. 1 yillik ozuqani olishligimiz kerak. Ramazon sabr oyi birodarlar. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi.
Allohga kerakmi biz roza tutishimiz? Kerak emas. Nimaga buyurdi? Har bitta buyruqning orqasida hikmat bor. Har bitta shariatimizda qaytarilgan, man qilingan ishni, shu man qilinishligida hikmat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yada qawla zur va amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu va sharabahu." Kim roza tutgan odamlar ichida deyapti payg'ambarimiz, kim yolg'on gapni to'xtatmasa roza tutib turib va mana shu yolg'on gapga bo'lgan amalni to'xtatmasa, bu odamni yemay ichmay qo'yganini Allohga keragi yo'q. Birodarlar, rozadan maqsad yemay qo'yish, bir qator organizmni rohatlantirish, bir qator bir nima qilish, shlaglarni chiqarish emas. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi. Maqsad nima edi? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Rozadan maqsad taqvo. Rozadan maqsad taqvo. Uyqusi yaxshi odamlarning rashotini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam asrgacha uxlaydi, qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi, bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'il bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab, har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u rozadan maqsad uxlashmasda. Bizni rozamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan roza bilan taqqoslasak, bizni rozamiz uyqu va ovqat oyi. Birodarlar, roza tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki rozadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan, endi rozaning hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni hech chiqilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Darsimizni boshida aytdik. Qilayotgan amalingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, bu ishni qilishingiz ham to'g'ri bo'ladi, qabul bo'lishi ham to'g'ri bo'ladi. Agar tasavvuringiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, rozadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifat ekan. Bu oy birodarlar, bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoya qilgan bandani Alloh zoya qiladi. Birodarlar, roza bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo rozaga riyo aralashmaydi. Qana qilib? Issiq, charchadingiz, uyga kirdingiz, xaladenida muzdek suv turibdi. Hech kim yo'q. Eshik yopiq. Xotin eshikda yuribdi. Chanqagansiz. Aytingchi, nima to'sadi shu yerda sizni suv ichishdan? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh taolo iymonni beribdi. Hech kim ko'rmayapti-da. Mana shu ixlos bo'ladi. Maza qilyapsizmi menaki ichmasdan? Yo ichib maza qilasizmi? Ichmay maza qilasizmi? Demak, Ramazon rozasi nima ekan? Bu ixlos ibodat ekan. Alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib, qachon issiqda, qachon sovuqda Ramazon oyini bizga yuborib sinaydi. Mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan. Shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi Allohning nazarida. Mana shu sinov tufayli, imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi. Jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi. Siz bilan bizning amalimiz jannatga olib kirmaydi. Allohning rahmati bilan kiramiz. Unda amal nima uchun deyilsa, amal ana shu jannatdagi etajingizni belgilashlik uchun. Astagfirullah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo so'rayapti. Alif lam mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Alloh seni sinaydi banda. Roza bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham
yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizatsiyada shu mashinamni qildiryapti bo'lsa, peshinda o'qib bo'lganmiz. Ro'paradagi do'konda 3 ta bir 50 da ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmang degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi? Naglikda shunday qo'yishi ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu niqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ichmoqdan kasallik bo'lsa, mayli shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi. Robbisini huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararliga guvoh beradi. Alloh taolo mana shu Ramazonda ro'zasi bilan bandalarning azizligini yoki xor bo'lishligini tayinlaydi, belgilaydi. Bu oy bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz ro'za deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining ro'zasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli ro'zadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gastinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmasligi uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana bu ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrunakum." Musofir bo'lgan chog'ingni ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi deyapti. Hatto ana shu uzri bor odam, o'shadagi saharidir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi. Og'izni yopadi. O'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana bu ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasanmi, yo'qmi Xudo biladi. Har bitta ishning hikmati bor dedik shariatimizda. Agar ota bolasiga tishini yuvib ol bolam desa, u buyrug'ini bajarishi oson. Chunki bu buyruqni orqasidagi foydani biladi bola. Siz bilan bizga Alloh taolo zino qilma, o'g'illik qilma, tarozidan urma dedi. Uni orqasidagi hikmatni tushunamizda, bajarishimiz oson. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak, bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman. Siz hikmatini tushungan ishni, buyruqni bajarish oson bo'ladi. Ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qil dedimi? Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda, hikmat bor. Robbingizga bo'lgan iymoningiz sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti. Ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qayerdan biladi? Bu faqat mo'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati.
orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini nafsini isloh qilishligida, sulukiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi. Mana hikmatlaridan bittasi. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat ro'za tutishlikni tavsiya qiladi. Chunki mana shu shahvatni sindirishlik, nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi. Bir inson bir narsani xohlayapti, unga imkoniyati yo'q. Yana bitta odam shu narsani xohlayapti, imkoniyati bor. Qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq? Ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmayotganligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka, nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ey bo'ydoqlar jamoasi, ey yigitlar, kiminglar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa, uylansin. "Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu bija'un." Endi kim uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa, roza tutsin. Chunki u roza ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik. "Was-so'imina was-so'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizat." Roza tutuvchi erkaklar, roza tutuvchi ayollar, avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar. Demak, inson shahvatini kesishligidagi eng ishonchli vosita nima ekan? Roza ekan. Ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik. Uxlab nima qilmaylik? Beparvolik bilan o'tkazib yormaylik, birodarlar. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar." Imom Ahmaddan. Roza qalqon, birodarlar. Albatta roza qalqondir dedilar Rasululloh. U bilan banda o'tdan himoyalanadi. "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bizalika al-yawm wajhahu anin nari 70 khalifan." Qaysi bir banda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz, ha? Nima deymiz? O'sha kiyim-kechak sotadiganga, masalan, dublonga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi? Yo qishmi? Kuz. Chunki uje qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak tom yopib olamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mo'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta. Bunaqa formula qayerda bor? Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisob. Albatta sabirlarning, ro'zadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi. Kullu amal ibn adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da. Payg'ambarimiz boshqa hadisda marhamat qiladilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun qiyomat kunida mushukning hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Bo'lmasam ro'zador odam ovqat yemaydi, suv ichmaydi, og'zidan noxush hid kelib qoladi. Endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan Allohga mahbub. Nima uchun? Noxushligi uchun emas, kimdan kelayotganligi uchun. Qodir bo'lib turib yemayapti, qodir bo'lib turib ichmayapti. Kimning roziligi uchun? Shu oy kelyapti, birodarlar. Yengli shimaraylik.
Inshaalloh 30 kun taravaga chiqaman. Inshaalloh 8 rakatdan keyin nima qilmayman? Ro'zadorning ikki xursandchiligi bor. U ikkisi bilan xursand bo'ladi. Iftor qilgan paytda bilasizlarmi shu xursandchilik bor, Xudoga shukr yetkazib oldim. Xursandchilikmi? Endi buni egizak xursandchiligi bor. Robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi. Hozir aytdik, bu ajablanarli ish emas, chunki ro'zador bu Allohga bo'lgan iymonidan tutadi va o'zini sabrini shu bilan mustahkamlaydi. Ro'zadorlar Alloh ularning gunohlarini mag'firat qilib, o'zini jannatiga kiritadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Astagfirullah. Was-soimina was-soimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat waz-zakirina Alloha katiran waz-zakirat a'adda Allohu lahum maghfiratan wa ajran azima. Qiyomat kunida birodarlar, ro'za o'zining egasini shafaat qiladi. Shafaat degani nima degani? Yo'la borish. Bu bizdan da borish. Kirgizib oling, bizdan deb qo'yamiz. U qormaq o'tkazing deymiz. Demak, shunda yo'la borish. Akalar, hammamiz varzuquna shafaatahu yawmal qiyamah deb duo qilamiz. Rasulullohning shafaatini bizga rizq qilib bergan. Biz o'sha o'ta olmay turganda, qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib, "O bizdan bo'ldi, o'tkazib olinglar" deydi. Ro'za sizni shafaat qiladi. Yo'laydi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'an lil abdi yawmal qiyamah." Qur'on va ro'za qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafaatiga oladi. Talavadan chiqib ketayotgan ukalar 8 rakatdan, mayli, o'zi talaba sunnat, o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayada turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda ro'za bilan Qur'on shafaat qiladi deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onni. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda ro'za aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandani kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafaat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafaat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafaat qiladi. Ro'za bilan Qur'on. Ro'za bilan Qur'on. Ro'za ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo ro'zaga kira olmaydi birodarlar. Hech kim ko'rmaganda ham Robbisidan qo'rqadi, ro'za tutadi. Nafsingizni qiynab, chanqab ichmayotgan paytingizda, qorningizni ochib yemay turgan paytingizda Alloh taolo aytadi-da: "Ey banda, sen meni taniysan. Meni yaxshi ko'rasan, o'shuning uchun tutyapsan. Meni ko'rib turishingimga iymoning komil, o'shuning uchun podvalga tushib ham ichmayapsan, tomga chiqib ham ichmayapsan." Bu qalbingizga huzur bag'ishlaydi birodarlar. Ro'za jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi u eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, meni jannatga olib kiradigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating." Rasululloh aytdilar: "Ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q." Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida, "Ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q" dedilar. Ramazon oyi keldi birodarlar. G'animat bilaylik. Imom Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklari berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib: "Ey yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir" deydi. Do'zaxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi.
tushida jannat eshigini oldida turgan edi. Ibn Mojadan bu rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi. Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ishtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz deydi. Eshik ochildida birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tgandi emas, ishtihodli bo'lgan odamda emas, 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi boyagi odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi, qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi subhanalloh deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min ayyi zalika ta'jabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar. Ular aytishdiki, "Ya Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi, ishtihodliroq edi, yana shahid bo'ldi. Ikkinchisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib u burun kirib ketadi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Alaysa qad makata hada ba'dahu sana?" Ikkinchi o'lgan odam birinchi o'lgan odamdan 1 yil ko'proq yashadimi? Ha dedi sahobalar. Va adraka ramazona fasoma va solla kaza va kaza min sajdati fi sana. Ramazon rozasini bitta oshiqcha tutdimi? Ya'ni 1 oy oshiqcha tutdimi rozani? Tutdi. 1 yillik namozda falon harakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? Ha dedi. Rasululloh aytdilar, "Fama baynahuma ab'adu mimma baynas samai wal ard." Endi bu ikkalasini o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasida katta farqi bor dedi. Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi? O'sha bitta Ramazonni oshcha tutdi, 1 yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balandroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. 1 yil oshcha namoz o'qidi. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonda hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondoshadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishligi kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. O'zingga kengligi yer va osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqo." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni ichida dunyoda bo'lishadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayoti ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilisha olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilan bu dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsaning orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar.
Ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar. Uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti birodarlar. Buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyoni. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal. Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarni ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini sinashlik uchun yerdagi bor narsani ziynat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini bilishligimiz uchun oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zebi ziynatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yadigan ham bizimiz deyapti. Demak, dunyoni ziynati uni matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu ziynati hisoblangan dunyoni ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa, siqilma birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning ziynatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar, oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tasha olganida, abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutishgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, mawdhi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha. Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matoh, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni. Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonda aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar,
sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz. Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib dod deging kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taoloning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q, miqdorining chegarasi yo'q. Abadiy yoshlik, abadiy sog'lik, abadiy qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rosa puling ko'paydi 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'g'ing bor, o'sha qarisan o'sha sen. Pakirishkani yangisini qo'yganing bilan qo'lsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'iyapti karobka, stug bor motorda, to'rtta pakirishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan, lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi no'shpabga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kecha. Unaqa gap yo'q, birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgin. Aqlingni ishlatib ko'r, birodar. Fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar sening uchun yengil bo'lib qoladi. Modomiki sabr bilan, iymon bilan, qanoat bilan yashar ekansan, jannat seniki bo'lar ekan. Modomiki shunday ekan, bu musibatlar nima degan narsa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga jannatiylar kirganda nido qiluvchi nido qiladi. Ey jannat ahli, sizlar bu yerda yashaysizlar, hech qachon bu yerdan chiqmaysizlar. Abadiy tirik bo'lasizlar, hech qachon o'lmaysizlar. Doim sog'lom bo'lasizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Doim yosh bo'lasizlar, hech qachon qarimaysizlar. Ne'matlarda doimiy bo'lasizlar, hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar. Ketgin kelib ketdimi? Endi savol. Kiramikinman jannatga? Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, lekin mo'tadil ketadi. Jannatga kiramikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganini kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida, ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu ikki narsa jamlansa, Alloh qo'rqanidan panoh berib, umid qilgan narsasiga yetkazadi dedi. Kirasan inshaalloh, birodar. Dunyoda iymon bilan o'tgin. Qo'lingdan kelgan solih amallarni qilgin. Kalima bilan chiqib olgin, inshaalloh jannatga kirasan. Ana shu jannatga kirishingni o'zingga eslatgin. Dunyo mushkulalari, muammolari seni siqib o'ldirmaydi. Alal oqibat Robbil alaminning mehmonxonasiga jannatga kirar ekansan, bu mashaqqatlar unutilib ketadi. Kambag'allikdan, kamchilikdan, tinkasi qurigan, musibatlarga uchrab ezilib ketgan banda o'zingga shu jannatni eslatgin. Dunyo hayoti bilan oxirat hayoti. Dunyoda eng huzur halovatni cho'qqisida yashagan, bironta mashaqqatli kun ko'rmagan odamni, kofir odamni 1000 yil yashagan deylik. Qiyomatga borganda jahannamga hukm bo'ldi, kofir edi. 1000 yil yashagan huzur halovatni cho'qqisida. Boyaga odamni jahannamga bir marta solib chiqariladi deyiladi hadislarda. Kuygan ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Banda, yaxshi kun ko'rganmisan deydi. Haligi banda jahannamga bir marta tushib chiqib turib,
yaralganimdan beri shu azobda men yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Endi dunyoda eng qiyinchilik, mashaqqat hayotini ko'rgan, bironta bir yaxshi kun ko'rmagan mo'minni jannatga bir marta solib chiqarganda 14 kechalik to'lin oydek yorib chiqadi, yashnab. Banda, mashaqqatli kun ko'rganmisan bu hayotingda deydi. Yo'q, yaralganimdan beri rohatdaman deydi. Shuning uchun birodar, o'sha jannatni o'zingga eslatganda, bu seni qiynayotgan muammolar, mushkulalar nima emas? Hech narsa emas. Bu hayotda dunyoni misoli, oxiratda hayotning misolini oldi. Nimaga o'xshaydi? Bir arqonni tasavvur qiling, nihoyasi yo'q. Boshi 10 santimetrga kraska surkab qo'yildi. Mana shu 10 santimetr joyi dunyo hayoti, arqonning qolgan qismi abadiy hayot. Hech qancha emas ekanmi? Ozgina sabr qilaylik. Abadiylik oldida 1000 yil yashasang ham hech narsa bo'lmay qoladi bu hayoting. Bu hayotda dunyo bir nafaslik o'yin kulgi xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aqlingizda yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law kanatid dunya ta'dilu indallohi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha shurbata ma." Biz juda ham qadrli deb hisoblayotgan dunyo matohi, juda ham qimmat narsa, qadrli deb o'ylayotgan dunyo matohini payg'ambarimiz aytayaptilar. Agar bu dunyo ichidagi hamma ne'matlari, boyliklari Allohning nazdida chivinning qonatishchalik qadri bo'lganida, Allohga bu dunyoda qadri bo'lganida, kofirlarga bir xo'plam suv bermasdi bu dunyodan. Ya'ni bu dunyo ne'matidan bir xo'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Lekin bizning nazarimizda, johil odamlarning nazarida dunyo matohi katta narsaga o'xshab ko'rinar ekanda. Dunyosi katta bo'lsa, ha Alloh yaxshi ko'ribdi, shuning uchun beribdi deb o'ylaymiz. Dunyo unaqa siz bilan biz o'ylaganda qadrli narsa emas Allohning nazdida. Endi ana shu dunyoning qo'lingdan ketib qolsa siqilma. Unaqa qadrli narsa emas sen o'ylaganchalik. Oxiratni eslat, jannatni eslat, o'sha matoing qo'lingdan ketganiga kuymaysan. Bu dunyoning yana bir o'zgachaligi, dunyoning bir ajoyib xususiyati bor. Nima demaysizlarmi? Tugaydi-da uchi. Bu dunyoning xususiyati shunaqa, tugaydi. Sen tugaysan. Agar dunyo tursa sen tugaysan. Shuni tez-tez unutib qo'yamiz. Shundan keyin jazoga tushib ketamiz-da. Bu xususiyati nima edi? Boy ham kambag'al ham bo'ladi, musulmon ham kofir ham bo'ladi, zolim ham mazlum ham bo'ladi, shoh ham gadoy ham bo'ladi. Bu dunyo tugaydi, birodar. Bu dunyo shu o'lim bilan tugaydi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini ketkazadi. Zolimni zulmini ketkazadi, mazlumni mashaqqatiga chek qo'yadi. Huzur halovatdagi kayf safoda yashayotgan odamni mana shu narsalarni olib ketadi. Shuning uchun tez-tez o'zingga o'limni eslatib tur. Undan keyin sen boradigan, inshaalloh sen boradigan jannatni o'zingga eslat. Birodar, bir kun tug'ilding, bir kun ketasan. Seni hayoting safar. Tug'ilish degan bekatdan boshlandi safaring. Qabr degan bekat bilan tugaydi. Endi shu ikkala bekatni orasida qaysi o'rindasan? O'rtaroqdamisan yo oxirroqdamisan? Uni bilmaysan. Boshidamisan, o'rtamizdan xabaring yo'q. Buni faqat Alloh biladi. Eng yomoni nima? Ana shu arzimagan dunyo matohi ketganiga siqilib, ustingizga dunyo mashaqqat kelganda siqilib, bo'g'ilib, o'limni esdan chiqarib turgan paytingizda to'satdan o'lim kelib qolishi eng xatarli narsa. Eng yomon narsa shu. Bir solih kishi aytadi, agar menga bugun kechki paytga borib o'lasan desa, amalimga hech narsa qo'sha olmayman deydi. Nima degani bu? Agar kechki payt o'lasan desa, amalimga hech narsani qo'sha olmayman men deyapti. Nima degani bu? Chunki amalini imkon darajasida qilib yuribdi, qo'sha olmaydi. U tayyor o'limga. Hozir desa ham ketaveradi u. Biz u ertaga bir hafta yashaysiz desa, hamma ish tashlab ibodatga kirishamiz. Chunki amallarimiz ozda. Birodalar, o'lim faqatgina jasad hayotining oxiri. Jasadimiz hayotining xotimasi, ammo abadiy hayotning muqaddimasi. Shuning uchun birodar, o'zingga tez-tez oxiratni, kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatni eslatib tur. Bizni boradigan joyimiz o'sha, inshaalloh. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafaat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor.
Bir banda mo'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p. Do'zaxga hukm qilindi. Do'zaxga olib kirib ketayotganda, do'zaxni eshigidan o'tib ketayotib turib, ostonasiga borib, kirib ketayotib turib, orqaga bir o'girib qo'yiladi deyiladi. Orqaga qarab qo'yar ekan, xuddi bir oxirgi, to'xtatinglar deyishini kutgandaqa. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi maloikalarga. To'xtatishadi. Ey banda, nimaga orqaga qarading? Parvardigor, sen haqingda meni gumonim bunaqa emas edi. Seni bunaqa qiladi deb o'ylagan emasman men. Nima deb o'ylagansan? Ha, meni kechirib jannatga kirgizadi deb o'ylaganman deganda to'xtatinglar, kirgizinglar jannatga buni deydi. Kirasan inshaalloh jannatga. Faqat iymon bilan yasha, iymon bilan o't. O'zingga jannatni eslat. Dunyoda mushkulalarni unutishing juda ham oson bo'ladi. O'limdan hech kim qocha olmaydi. O'lim hech kimni tan olmaydi. Hech kimga fursat bermaydi. Namrud zo'r hayot kechirdi. Oqibati nima bo'ldi? Namrud yer yuzidagi eng katta podsholardan bo'lgan. Ibrohim alayhisalom davridagi kofir podshoh. Qani hozir u? Ketdi. Firavun o'zining zamonasidagi eng qudratli podshohlardan. Dunyoviy maishati zo'r bo'lgan Firavunni. Oqibati nima bo'ldi? Shuning uchun birodar, jannatga kirishlik uchun amal qilib qol. Robbingga qo'shni bo'lish uchun amal qilib qol. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganda maloikalar aytadi, sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli mana shu maskan jannatda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgay va bu naqadar yaxshi diyordir. Birodar, bu dunyoda och qolsang, chorasiz qolsang, xafa bo'lsang, dardga chalinsang, haqlaring poymol bo'lsa, zulm ko'rsang, joningdan to'yib ketsang, sabr qil. O'zingga jannatni eslat. Robbing huzurida seni kutib turgan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh jannatga borasan. Agar mana shu e'tiqod bilan yashasang, zararlaring foydaga, balolaring esa Alloh tomonidan berilgan hadiyaga aylanib qoladi. 27-sabab o'zingga kengligi yer va osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu